Assalomu alaykum hammaga. Bugun 2 kunlik analiz qilamiz. Yana bizda NZUSD Biomet H1 da berilgan edi va endi mana payshanba kuni zonamiz aktiv bo'ldi. Ungacha mana bizda supply demand zonaga asoslanib analiz berilgan edi. Hozir xuddi shu joyda buyimiz oldi va buyimiz aktiv. Zonamiz aktiv bo'ldi. Ungacha biz dona nazariyasiga asoslanib bu yerda sell kirdik. Sellimizda bizni demand zonamizgacha ishlab berdi. 1.2. Hop, USD CFA limit USD CFAda biz stop yedik. Chunki bizda supply zonamiz juda ham katta edi. Biz o'rtasidan entry qildik va biz stop yedik. M15 o'chib ketibdi hozir. Bizda hozir H1da yangi analiz bor. Yangi analiz bo'yicha zonamiz aktiv. Hozir entry qilingan joyimiz xuddi shu joy bo'ldi. Bu yerda ya'ni demand zonamiz, support zonamiz bor. Xuddi shu joyda. Xuddi shu joydan biz entry qildik. Hozir endi kutamiz. Liniyani buzib yuborsa yaxshigina oqishib berish kerak. Hop, GPY buy now. Stop loss 112 ga bitdi. GPY'da analizimiz ishlab berdi. 1.2 adashmasam. 1.2 ekan mana. GPY 1.1 berdi va u M15da berilgan analizida juda ham tez bo'ldi. Biz entry zonamiz xuddi shu joyda edi. Hisobimiz va 1.2 reward ratio bo'lib yurib berdi. U ikkinchi marta ham zonamizga tushibdi. Yurib berdi yana 1.2. Biz foydalanmadik. Hop, yana nima bor? Bizda gold sell berilgan, limitimizga chiqmagan. Bitcoin buy berilgan, sell ham berilgan. Bitcoinda ular katta time frame'da, shuning uchun kutamiz. H1da bo'lishi kerak. Hozir bizda ссылка bor. U gruppaga tashlanmagan ekan. Bizda o'sha yerda ham demand zona bor. Chunki risk katta edi, shuning uchun tashlanmadi kanalga. Biz bu yerda sell kirganmiz, sellimiz bor. Hozir mana biz buy zonamiz kutayotgan joyimiz xuddi shu joy. Biz ya'ni bu yerdan buy kiramiz. Примерно shunday mashinaga ketadi. Endi mana shu yerda ozgina qayd beradi deb turib, yana biz bu yerda sellga harakat qilib ko'ramiz. Holatga qarab, men kanalimda yangilab turaman holatlarga qarab. Shunga qarab sell otsa bo'laveradi. Zonalarni tashlab qo'yganman. 200 pips gold sell 200 pips yurib beribdi. U qayerda nima uchun kirilganini eslolmayman. O'chib ham ketgan. Orada goldda save bo'lmay qoldi. Analizlarimiz internet ishlamay qolib. Hop. USD buy limit. USD. USD'miz xuddi shu joyda buy limit berilgan. Va bizga 1.2 yurib berdi. Mana birinchi entry shu yerda qilganmiz. 1.2 yurib berdi, bu yerda 1.1 yurib bergandan keyin bezbitga qo'yganmiz. Ya'ni shu joyda 1.1 yurgandan keyin bezbitga urib 1.2 yurib ketdi. Xuddi shunaqa bo'ldi. US Oil'da bu yerda ozgina xatolik bo'ldi biz tomondan, chunki bizda har xil brokerlarda narxlar juda ham boshqacha ko'rsatib berdi. Ya'ni volatility balandligi uchun stopda kichkina holatda stop deb nima qilib yopib oldik. Bu yerda boshqa brokerlar narxi har xil ekan, shuning uchun stopni kichaytirib yopib oldik. Active new limit USD CFA stop yedik 2 marta. Hozir 3-chi entry'damiz, asosiy entry'da. USD Canada sell USD Canada.
Hop, ko'ramiz USD kanalida H4 o'zi uptrend ketyapti. Biz juda ham kichkina time frame'da ishlab olgandik. Hop. Yo'q, analizlar yo'q ekan. Hozir bu uptrend ketyapti. H4da. Buyga ishonmadik, buyga harakat qilmoqchi edik. Xuddi shu joydan bizga juda ham ozgina yetmay qoldi. Buy bo'lmasam, buyga qo'shilib yuborar edik. Hozir mana H4da ko'rib turganinglardek trend o'zgargan. Endi trend o'zgarganini mana shu yerdan bilib olamiz. Agar bu yerda yo'q bo'lsa, yana dashni tepaga kelsak bo'lardi. USD kanalda 1-3 hop, KPBNZD sell. Tabii burada olup da bunu KPBNZD'de bo'lishi kerak. Hozir ko'ramiz. Sell now. Endi qayerda sell bo'lganini ham tashlab ketsak bo'ladi ekan borib. Sell deb berilgan joydan keyin sell now deb turib, chunki o stop loss 30 stopda 30 stop yeyilibdi, stopga tegibdi. Lekin stopga tegishdan avval bir yurib bergan. Shuning uchun tepa 1 deb yozilgan. Mana ko'rib turganingizdek, mana xuddi shu joyda entry qilingan va bizda 1 yurib bergan. Примерно shu yerda 1 yurib bergan va tepaga chiqib ikkinchi zonamizga kelib shu joydan oqqan. Bu yerda juda zo'r zona bor ekan. Biz signal bera olmay qoldik, chunki ko'rmay qolibmiz. Shundan keyin bu juda ham zo'r yurib bergan ekan. Bo'pti, endi boshqa entry istab ko'ramiz. Go sell, stop loss 150 pips yurib beribdi. Goldda hozir hech qanaqa danamiz yo'q, shuning uchun ko'rsatib bera olmayman ekan Goldda. Mana bu yerda buyimiz bor ekan. Biz buy zonamiz xuddi shu joyda edi, stopimiz bu yerda edi. 31 da stop berilgan. Hozir ko'ramiz mana. 31 da. Gold buy stop loss 31. Bizda 41 da 42 da nima bo'ldi? Va ketdi. Bu 18 ga chiqmasdan bezib bitgan urdi. Menda stop urdi. Qolganlarda bezib bitgandi, chunki 240 pips save qilingan degandek. Stop turib, keyin shu yerga keldi. Euro GBP sell limit. Euro GBP nima bo'ldi ekan? Euro GBP hozir ko'ramiz. Euroga Britaniyaning paundi. Sell limit berilibdi. Ya'ni bizda bu yerda sell limitga juda ham oz qoldi, tegmadi. Ya'ni kutamiz hozir o'rtada flat toppagan. Bu yerda ham entry'miz bor, bu yerda ham entry'miz bor. Day 1 da endi year trade desa ham bo'laveradi. Hozir analiz qilib beramiz. H4 euro GPI ga kiryapmanmi? Euro GPI da to'ppa-to'g'ri. Biz bundan avval entry qilgan joyimiz juda ham zo'r yurib berganda, entry qilganda imkoniyati yo'q. Hop, day 1 ga o'tkazamiz. Day 1 da entry qildik. Chunki bizda golden zonaga kelgan trend liniya bu yerda juda ham go'zal katta trend liniya hosil bo'lgan va uni katta shpilka, katta shamcha bilan yopib berdi. Va retest qilgani chiqdi deb hisobimiz kichkina. Day trade ga qaraganda kichkina. Plus bizda demand zonamiz ham bor ekan. Mana demand zonamiz supply degani. Supply zonamizdan уже bir marta qaytib berdi. Ikkinchi marta mana shu supply zonamizdan o'tolmasa kerak deb sell kirdi. Bunga endi haftalab, oylab vaqt ketadi. Sell limitga kelmabdi. Aytmang. USD sell now, stop loss. USD-imiz ham yaxshi yurib berdi 1-1. USD CFL sell now. Hop, USD CFLimiz hozirga sell. Mana biz berilgan joy USD CFLda sell berilgan joy. Hozir ham deyarli xuddi shu joyda turibdi. Buy zone aktivlamiz. Shunaqa KPBNZD sell.
va oxirgisi siz asosiy yaxshi risk bilan kirsanglar ham bo'laveradi. Hozir ham kirish kech emas, chunki bu katta yurish qilib beradi yoki buy limit qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi yana. Hozir bu yerda katta yurish kutyapmiz. Hozirgi analizlar xuddi shu 2 kunlik analizlar. Shularni bemalol tahlil qilib ko'rib chiqsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.